Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kartangizni sotmaysizmi ukajon? Qanaqa karta aka? Любой xil karta, Sberbankmi, Tinkoffmi farqi yo'q uka. Nima uchun kerak sizga? Men biznesim bor uka, pul ko'p tushadi, shu uchun kerak uka. Nimaga sizga ishonib kartani sotishim kerak aka? Stop. Mana bu videoni ko'proq odamga jo'natinglar. Rossiyadagi va musofirda yurgan odamlar ko'rsin. Kartalaringni ishonib birovga sotmanglar. Moshennichtство ko'p bo'lyapti Rossiyada. Imенно kartangizni 10 mingga sotib olaman, 20 mingga sotib olaman deb sizlarning nomlaringni, misol uchun Ukrainaga pul tashlayotgan va mana yoqqa moshennichtство ishlarni qiladigan ko'p bo'lyapti Rossiyada. Birodarlar, bu videoni ko'proq odamga jo'natib va kerakli joylarga tashab qo'yinglar. Mana misol uchun olaylik, bu birodarimiz hozir kartasini menga sotdi. Sotgandan keyin men buni nomidan Ukrainaga pul tashay olaman. Yoki mana yoqqa birov moshennichtство ish qilib, misol uchun o'shaning nomidan pulni yechib olsam, keyin bu odamni nom familiyasidan topib, misol uchun buni qamashi mumkin yoki buni Ukrainani urushiga olib ketishi mumkin. Hammalaring sog' bo'linglar. Kerakli videolar bizning kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.